Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi 100 mashhur Uyg'ur. Avtori Muhammad Tursun Ahmad Uyg'ur. Muhammad Tursun Ahmad 1968-yili 4-oyning 14-kuni Kucha Koni shahrida tug'ilgan. 1975-yildan 1983-yilgacha Kucha 3-boshlang'ich va Kucha 1-o'rta maktablarda o'qigan. To'liqsiz o'rta maktab saviyasiga ega. Muharrir Abduli Ayub. Muhtaram kitobxon, bilamsiz, qo'lingizdagi bu kitobni yozgan yigit yozuvchi emas, olimmi emas, tadqiqotchimi emas. Qisqasi, hech qanday ilmiy unvoni, sharaf unvoni bo'lmagan o'ttirhol savodliq oddiy bir Uyg'ur. Ishonamsiz, bu Uyg'ur tarixining kichiklatilgan xazinasini sizga sunayotgan sizdek, balki sizchilikmi emas bir yigit. Bu qadar zo'r bir ilmiy emgakni bitirib chiqqanligi bizga bir haqiqatni so'zlaydi. Kitob deganni savod emas, sabat yozadi ekan. İzdinish degan unvon ish emas, vijdon ish ekan. Mana qo'lingizdagi kitob buning dalili. Bilamsiz qarindoshim, siz bir olimning tadqiqot mevasini tetish oldida emas, bir oq ko'ngilning, pokiz qalbning vatan millat deb so'qqan yurakning sadosini anglash oldida tursiz. Men angladim. Kashki ilmdorlarimizda mushunchalik ruh, matonat bo'lgan bo'lsa, qandoq buyuk emgaklar o'ttirg'i chiqmaydi. Bugünkidek beşimizga 6000 yillik tariximiz bo'yicha tarqallarımızdan jug'larimiz kelayotgan, umumiyizlik yo'q bo'lishga majburlangan bir davrda tariximizning qarang'uliklarini, botur ajdodlarimizning qahramonliklarini, dahiylarning ochiq savoqlarini, milliy munofiqlarning razilliklarini hikoyat qilib beradigan mundaq bir kitob milliy ruh tarbiyasiga muhtoj bo'layotgan mushu kunimizda shifoh baxsh dori edi. Bu dori hozir bo'ldi. Tarix bir millatning o'tmishi va madaniyatining yig'indisidir. Tarixini bilish, o'rganish, o'rgitish dunyo madaniyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan katta olimlarning, dastan yozgan qahramonlarining ish izlarini kelgusi avlodlarga yozib qoldirish har bir millatning tabiiy haqqidir. Biroq Uyg'ur millati o'tmishda shalliq tarixlarni yaratgan bo'lsa-mu, ishg'olchi Xitoylarning bo'libmi kommunist hokimiyatining mustamlikasida qolgandan tartib bechora bo'lib, insoniy haqqidan izchil holda mahrum bo'lib kelmoqda. Burmalangan yolg'on va saxta tarixlar bilan zaharlanmoqda. Natijada o'zining kimligini, millatining kim ekanligini bilish fursatidan mahrum qolmoqda. Hurmatli o'qirman, biz Uyg'urlar beshimizga kelgan bu og'ir kunlardan qutulamiz deydiganmiz, oldi bilan tariximizni pishiq o'rganishimiz kerak. Chunki tarixini bilmagan millatlarning xaritasini har zaman boshqalar sizadi. Tarixni o'rganish demak o'tmishdan ibrat olish, kelgusi uchun to'g'ri qadam olish demakdir. Tarixini bilmaganlar do'st dushmanlarini bilolmaydi. Boshqalarning yolg'on yumshoq gaplariga asalda aldanib ketadi. Muallif kitobi haqida mundaq deydi. Men aslida tarixchi emas, yozuvchimi emas. Shundoq bo'lsa-mu, bir qancha yil o'ylangandan keyin 2009-yil 6-oyning 3-kunidan boshlab 100 mashhur Uyg'ur nomli bu kitobimni yozishni boshladim. Men kitobimga millatimizning tarixda iz qoldirgan mashhur shaxslarimizning tarixini qisqacha bo'lsa-mu amal bor, to'g'ri, aniq va tafsilroq yozib chiqish uchun qo'limdan kelishicha tirishdim. Bu kitob 2 qism bo'lib, birinchi qismga 50 nafar mashhur shaxsning tarjimaholi kirgizildi. Ikkinchi qismga 50 nafar mashhur shaxsning tarjimaholi kirgizilgandan boshqa yana 10 nafar shaxs qo'shimcha yer oldi. Shundaqda 100 mashhur Uyg'ur nomli bu kitobga jami 110 nafar mashhur shaxslarimizning qisqacha tarjimaholi kirgizildi. Bizning tarixiy bilimimiz va tushunchamiz bir qadar tez bo'lganlikdan ba'zi shaxslarimizning tarixini yozishda texnik tushunishlik bo'lishi uchun shu davrning tarixiy jarayoni ustida qisqacha to'xtalishga to'g'ri keldi. Biz oldi bilan xalqimizda milliy ruhni yetildirishimiz kerak. O'z ichimizdagi ittifoqlik va hamkorlikni texnik kuchaytirishimiz kerak. Uyg'urlarning tarixida qurilgan dunyoga ta'sir ko'rsatgan shalliq imperiya va davlatlarning bo'lganligini, Uyg'ur xalqining boshqa davlat va millatlardek dunyoviy olim va mashhur shaxslarning bo'lganligini bildirishimiz kerak. Xalqimizni mana shunday amaliy faktlar orqali o'zining tarixi bilan yuzlashtirib, oldi bilan o'z-o'ziga ishonishga, o'zining qadr-qimmatini bilishga, kelgusi taqdiriga ko'ngil bo'lishga yetaklash kerak. Bu kitobda tuvandagidek 4 xil prinsip bo'yicha yozildi. 1. Kitobda yer olgan shaxslar Uyg'ur bo'lish. 2. Tarixda o'tgan real shaxs bo'lish. 3. Ijobiy shaxs bo'lish. 4. Kitobga kirgizilgan mashhur shaxslarni dastlabda birinchidan boshlab radga tizish ustida ko'p o'ylandim. Bir qancha qadamliq suhbatdan keyin shaxslarni radga turg'izishda tug'ilgan yilini asos qilib radga turg'izishni muvaffaq ko'rdim. Shuning uchun kitobdagi mashhur shaxslar milodidan ilgirki eng burungi vaqtdan boshlab bugungi kunimizgacha tug'ilgan yili rad tartibi bo'yicha radga turg'izildi. O'qirmanlarning bu nuqtaga diqqat qilishini umid qilaman.
Bu kitobni yozib chiqishimga bir qancha yil tayyorlik qilganim hisobga olmaganda 9 yilga yaqin vaqt ketdi. Bu jarayonda nurg'un qiyinchiliklarga duch keldim. Imkonlarim doirasida tayyorlagan materiallar kamchil bo'lg'achqa, ba'zi shaxslarning tarjimahlarini yozish jarayonida vatan ichi va sirtidagi tor munbarlarga bir qancha qatim e'lon chiqarib, qarindoshlardan yordam so'radim. Ba'zi qarindoshlar qo'lidan kelishicha yordam qildi. Men bu yerda u birodarlarga samimiy rahmat aytaman. Yaqin kelgusida tarix tadqiqotchi olimlarimiz tomonidan tariximiz, shundaqla tarixda o'tgan mashhur shaxslarimiz to'g'riliq texmi to'liq mukammal yozilgan asarlarning borliqqa kelishiga ishonaman. Bu kitobga kirgizilgan mashhur shaxslar Uyg'urlarning mashhur shaxslarining hammasi mushu deganlik emas. Necha ming yillik tariximizda ajdodlarimizdan bugungi kunimizgacha bo'lgan shuncha uzun zaman ichida yuzlab emas, balki minglab mashhur shaxslarimizni o'tganligida shak yo'q. Albatta. Shuning uchun mashhur shaxslarimizning tarjimaholini milodidan burungi 7-asrdan O'roxon Uyg'ur davlati oyoqlashgan milodiy 840-yilgacha bir davr. Qaraxonlar davlati qurilgan 840-yildan boshlab Saidiya xonligi munqariz qilingan 1678-yilgacha bir davr. Uningdan keyin bizning davrimizgacha yana bir davrga ayirib, har qaysi davrlar bo'yicha yozishimiz kerak edi. Ammo mening saviyam cheklik, imkonim yetarsiz bo'lg'achqa faqat mushunchalik yozib chiqdim. Yaqin kelgusida tarix tadqiqotchi olimlarimiz tomonidan tariximiz, shundaqla tarixda o'tgan mashhur shaxslarimiz to'g'riliq to'liq va mukammal yozilgan asarlarning borliqqa kelishiga ishonaman. Assalomu